Moskvada yoz kelib taksida ishlar zo'r bo'lib ketdi. 10 mingdan 15 minggacha kassa qilishyapti уже taksida ishlayotgan akalarimiz. U ekonommi, komfort plusmi hammasi почти что plus minus 10 ming toza savdo qilishyapti. Bu degani samazantilarda уже limitlari ham tugashni boshlayapti. Samazanti limiti tugab, полностью blok bo'lib, minus 15 larda уже tushishni boshladi. Ko'pchilik Moskvadagi voditellarga. Buni решенияsi samazantidan ketib turib, trudovый договор asosida parkka ulanganingiz juda yaxshi hozirgi paytda. MMG taksoparki sizlarga shu imkoniyatni beradi. Trudovый договорni sizlarga ofitsialni beramiz, pechatlari bilan. Trudovый договор bilan, bu trudovый договорlar bilan bemalol registratsiyangizni продление qilib, patent bilan ishlaydigan bo'lsangiz, patentingizni ham продление qilib, ofitsialni Rossiya hududida naходиться qilsanglar bo'ladi. Uning uchun telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. MMG taksoparkiga ulaninglar. Ofitsialni Moskvada yurishinglarga yordam beradigan bu dokument trudovый договор bo'ladi. Trudovый договорni hozir taksoparklardan tashqari boshqa yerda olish juda qiyinroq bo'lyapti. Sizlarga bu возможностьni MMG taksopark yetkazib beradi. MMG taksoparkiga ulaninglar. Sizlarda minuslar ham hech narsalar bo'lmaydi. Bemalol dalshi bez ограничения Moskvada taksida ishlab yursanglar bo'laveradi. Telefon nomerlarini yozib qoldiraman. Taksiga kerakli любой informatsiya bo'yicha MMG taksoparkiga ulansanglar bo'ladi. Undan tashqari va sizlarga arendaga mashina olishga ham yordam beramiz.